Qur'onni o'qib o'tiradi, lekin ma'nosini tushunmaydi. Endi arabchani uncha-muncha o'rganib olingan, Qur'onda o'qilinadi, lekin tafsirini bilmaydi, tarjimasini bilmaydi, nima deyilyapti oyatda. Bir kuni bir kishi otasini oldiga keldi. Nimaga Qur'onni o'qiverasiz doim? Baribir tushunmasangiz, buni arab tilida yozilgan bo'lsa, siz arab tilini tushunmasangiz, nima deyilyapti, bu yerda nima yozilingan, ma'nosi nima bilmasangiz, o'qiverasiz debdi. Haligi kishi aytdiki, o'g'liga qarab, o'g'lim, ko'mir tashiydigan savatimiz bor-ku, qaysi haligi tagi teshikmi? Ha, ko'mirlarni tushirib, borib anhordan suv olib keling. Ha, ota bu tagi teshik bo'lsa, bu suv olmasa, ya'ni elak singarida, suv olmasa bu, siz olib kelavering. Bir marta boribdi, olib kelibdi. Mana suv yo'q. Suv olmadi, suv tushib ketdi. Ha, boring yana olib keling. 10 marta qatnabdi. 10 marta suv olib kelishga harakat qildi. Haligi tagi teshik, ya'ni savatda, ko'mir tashiydigan savatda. Keyin otasiga aytdi, ota, baribir bunda suv olib bo'lmaydi. Chunki buni tagi teshik, suv kelmaydi baribir. Siz yana suv olib kelyapsiz. Shunda ota aytibdiki, savatni ilk olganingizda savat holati qanaqa edi? Ha, ko'mir tashiydigan qop-qora savat edi. Hozir qanaqa bo'ldi? Oppoq savat bo'lib qoldi. Qur'onni men nimaga o'qiyman? Qalbimni poklash uchun. Meni poklaydi qalbim. To'g'ri, ma'nosini tushunmasman, ma'nosini bilmasman, lekin shu bilan qalbim poklanadi degan ekan. Shuning uchun Qur'onni o'qib turgan odamlarga ko'pchilik maslahat beradiki, mayli tushunmasang ham o'qigin. Nimaga? Qalbing poklanadi.